Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda og'riqli va ko'pchilik oilalarga bevosita taalluqli mavzuni tushuntirib beraman. Ayrim pensionerlarning pensiyasi nega to'xtatilmoqda? Bu haqda hukumat va mas'ul idoralar qanday izoh bermoqda? Kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa vahimaga tushmasligi kerak? Bu ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting, chunki bitta noto'g'ri qadam bitta hujjatning vaqtida topshirilmasligi yoki bitta xabarnomaga e'tibor bermaslik pensiya to'lovining vaqtincha to'xtab qolishiga olib kelishi mumkin. Men sizga masalani shu emas, amaliy tomondan tushuntiraman. Pensiya qachon to'xtatiladi? Qachon qayta tiklanadi? Pul kuyib ketadimi yoki keyin to'lab beriladimi? Qaysi hujjatlarni tayyorlash kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy va ijtimoiy muhim ma'lumotlar har bir xonadonga kerak bo'ladi. Avvalo bitta narsani aniq aytaman. Pensiya bu davlat tomonidan belgilangan tartibda to'lanadigan ijtimoiy ta'minot turi. Uni kimdir xohlagani uchun bekor qilib yubora olmaydi. Lekin qonunda pensiyani vaqtincha to'xtatib turish, qayta hisoblash yoki ayrim hollarda tugatish asoslari bor. Mana aynan shu joyda odamlar orasida tushunmovchilik chiqmoqda. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz shaklida mahalla, pochta, bank, pensiya bo'limi o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi orqali yuritilar edi. Ba'zan pensioner boshqa manzilga ko'chib ketgan bo'lsa ham eski manzil bo'yicha ma'lumotlar turardi. Kimdir uzoq vaqt pensiyasini olmasa, bu holat kech aniqlanardi. Nogironlik pensiyasi bo'yicha qayta ko'rik muddati o'tgan ma'lumotlar kechikib tushardi. Vafot etgan shaxs bo'yicha ma'lumot ham har doim tez yetib bormasdi. Hozir esa davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaydi. FHDYO, migratsiya, soliq, bank, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, pensiya jamg'armasi yoki mas'ul ijtimoiy organlar bazalari o'zaro solishtirilmoqda. Natijada tizim ayrim holatlarni avtomatik ko'rib qoladi. Masalan, odam uzoq vaqt pensiyasini olmagan, bank kartasida harakat yo'q, yashash manzili bo'yicha tasdiq yo'q. Nogironlik muddati tugagan fuqaro chet elga ketgan. Vafot qayd etilgan yoki hujjatlarda nomuvofiqlik bor. Shunda pensiya to'lovi to'xtatilishi yoki tekshiruvga tushishi mumkin. Hukumat bayonotining mazmuni ham odatda shundan iborat bo'ladi. Ommaviy tarzda barcha pensionerlarga pensiya to'xtatildi degan gap noto'g'ri. Pensiya faqat qonunda ko'rsatilgan asoslar bo'lsa yoki ma'lumotlarni aniqlashtirish zarur bo'lsa vaqtincha to'xtatiladi. Agar pensionerning huquqi borligi tasdiqlansa, to'lov qayta tiklanadi va tegishli davr uchun pul to'lab beriladi. Lekin bu gapni to'g'ri tushunish kerak. Qayta tiklanishi uchun odam o'zi ham harakat qilishi, hujjatini olib borishi, ariza yozishi, vaziyatni aniqlashtirishi zarur. Endi men eng muhim sabablarni birma-bir tushuntiraman. Birinchi sabab pensiyani uzoq vaqt olmaslik. Amaliyotda shunday holatlar uchraydi. Pensionerga pensiya bank kartasiga tushadi. Lekin u kartadan foydalanmaydi. Ba'zan farzandlari pul turaversin, keyin olamiz deydi. Ba'zan pensioner qishloqda yashaydi. Karta shahardagi bankdan ochilgan bo'lishga qiynaladi. Ba'zan esa pensioner chet eldagi farzandinikiga ketadi va bir necha oy qaytmaydi. Tizim buni ko'rib, odam haqiqatan tirikmi, pensiyani o'zi olyaptimi, boshqa birov noqonuniy foydalanmayaptimi degan savol qo'yishi mumkin. Masalan, aytdik 2 yoshli onaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U 3 oy kartaga tegmaydi. Chunki o'g'li ona pul yig'ilib tursin degan. Agar bu holat 6 oy yoki undan ko'proq davom etsa, ayrim tartiblarda to'lov to'xtatilishi, shaxsning holati tekshirilishi mumkin. Bu onaxon pensiyadan mahrum bo'ldi degani emas. U pasporti yoki ID kartasi bilan mas'ul bo'limga borib, ariza berib, o'zining pensiya olish huquqini tasdiqlasa, to'lov qayta yo'lga qo'yiladi. Lekin vaqt yo'qotiladi, asab ketadi. Banka idoraga qatnashga to'g'ri keladi. Ikkinchi sabab yashash joyi o'zgargani. Pensioner boshqa tuman yoki viloyatga ko'chsa, ko'pincha pensiya baribir kartaga tushadi-ku deb o'ylaydi. Ha, karta orqali tushishi mumkin. Lekin rasmiy ma'lumotlarda yashash manzili, pensiya ishi qayerda yuritilayotgani, shaxsning ro'yxati muhim. Agar odam doimiy yashash manzilini o'zgartirib, buni tegishli organlarga bildirmasa, pensiya ishi bo'yicha savollar tug'iladi. Masalan, Andijonda yashagan ota Toshkentdagi qizining uyiga ko'chib keldi. Pensiyasi har oy 1 million 800 ming so'm. U Toshkentda 1 yil yashadi, lekin manzil bo'yicha rasmiy ro'yxatga turmadi. Pensiya ishini ko'chirmadi. Bir kuni to'lov kechikdi. Bank mablag' tushmagan deydi. Mahalla bizda ro'yxatda yo'q deydi. Eski tuman odam manzilda yashamayapti deydi. Mana shunday nomuvofiqlik sabab pensiya vaqtincha ushlanishi mumkin.
Buni oldini olish uchun ko'chganingizda yangi manzil bo'yicha mas'ul organlarga xabar berish kerak. 3-sabab. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasida qayta ko'rik muddati. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Agar shaxsga nogironlik ma'lum muddatga belgilangan bo'lsa, masalan 1 yilga yoki 2 yilga belgilangan muddat tugaganda tibbiy ijtimoiy ekspertizadan qayta o'tish kerak. Agar qayta ko'rikdan o'tmasa, tizim nogironlik maqomi tasdiqlanmadi deb to'lovni to'xtatishi mumkin. Masalan, 2 guruh nogironligi bo'lgan fuqaro oyga 1.500.000 so'm oladi. Uning nogironlik muddati 1 may kuni tugaydi. U esa meni hech kim chaqirmadi deb yuraveradi. Iyun oyida pul tushmaydi. U janjal qiladi, pensiyamni to'xtatishdi. Aslida sabab qayta ko'rikdan o'tmagani bo'lishi mumkin. Agar keyin tibbiy hujjatlarni tayyorlab, qayta ko'rikdan o'tib, nogironlik yana tasdiqlansa, to'lov qayta tiklanadi. Lekin ayrim hollarda kechikkan davr uchun to'lash tartibi hujjatlar qachon topshirilgani va maqom qachondan belgilanganiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun muddat tugashidan oldin harakat qilish eng to'g'ri yo'l. 4-sabab. Chet elga uzoq muddatga chiqib ketish. Ko'pchilik pensionerlar farzandlari yoniga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarga ketadi. Bu o'z-o'zidan pensiya yo'qoladi degani emas. Lekin qaysi davlatga, qancha muddatga, qanday maqomda chiqib ketgani, O'zbekistonda yashash holati, shaxsning tirikligi va pensiyani shaxsan olish huquqi bo'yicha aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Masalan, pensioner ota 8 oyga Rossiyadagi o'g'linikiga ketdi. Kartasi O'zbekistonda kelinda qoldi. Har oy 2 million so'm tushyapti. Kelin yechib olib kommunal to'lovlarga ishlatyapti. Tizim nuqtai nazardan savol tug'iladi. Pensioner pulni o'zi olyaptimi? U tirikmi? U ro'zimi? Ishonchnoma bormi? Agar ishonchnoma bo'lmasa, bu juda nozik masala. Chunki pensiya shaxsiy to'lov. Uni boshqa birov faqat qonuniy asos bilan olishi kerak. Shuning uchun chet elga ketayotgan pensioner ishonchli odamiga notarial ishonchnoma rasmiylashtirib ketishi, bank kartasi va PIN kodini shunchaki berib yubormasligi kerak. 5-sabab vafot etgan shaxs nomiga pensiya tushishi. Bu eng jiddiy masalalardan biri. Agar pensioner vafot etsa, uning pensiya olish huquqi to'xtaydi. Oila a'zolari vafotdan keyin tushgan mablag'ni olib ishlatishi mumkin emas. Ayrimlar bu otamning puli edi, baribir davlatniki emas. Marosimga ishlatdik deb o'ylaydi. Lekin qonuniy jihatdan vafotdan keyingi davr uchun noto'g'ri to'langan mablag' qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, pensioner iyun kuni vafot etdi. Lekin iyul oyida ham kartaga 1.600.000 so'm tushdi. Farzandi bu pulni yechib oldi. Keyin FHDYO ma'lumoti tizimga tushgach, ortiqcha to'langan mablag' aniqlanadi. Mas'ul organ bu summani qaytarishni so'rashi mumkin. Shuning uchun bunday vaziyatda hissiyot bilan emas, qonuniy yo'l bilan harakat qilish kerak. Dafn marosimi uchun beriladigan alohida to'lovlar yoki yordamlar bo'lishi mumkin. Lekin vafotdan keyin pensiya kartasiga tushgan pulni avtomatik ravishda ishlatish to'g'ri emas. 6-sabab hujjatlarda nomuvofiqlik. Ism sharifda bitta harf farq qilishi, tug'ilgan sana boshqacha yozilgani. Pasport yangilangandan keyin ma'lumotlar bazada yangilanmagani ham to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa yoshi katta insonlarda eski pasport, nikohdan keyingi familiya, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlarida farqlar uchraydi. Masalan, mehnat daftarchasida muhabbat deb yozilgan, pasportda muhabbat deb ketgan. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 1926 yil 12 mart, boshqa hujjatda 1926 yil 20 mart. Bunday kichik ko'ringan farq ham pensiya hisobida muammo chiqarishi mumkin. Tizim avtomatik ishlagan sari bunday farqlar ko'proq ko'rinadi. Shuning uchun hujjatlarni bir-biriga moslashtirish, xatolik bo'lsa tuzatish muhim. Kimlar xavotir olishi kerak? Men aniq aytaman. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyani bir necha oy davomida olmagan bo'lsangiz, bank kartangizda harakat bo'lmasa, chet elga uzoq muddatga ketgan bo'lsangiz, nogironlik muddati tugayotgan bo'lsa, yashash manzilingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, hujjatlaringizda ism, familiya, sana bo'yicha farqlar bo'lsa, albatta vaziyatni tekshirib qo'ying. To'lov to'xtagandan keyin yugurgandan ko'ra. Oldindan aniqlashtirgan yaxshi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz pensiyani muntazam olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, nogironlik bo'yicha muddatsiz maqomingiz bo'lsa yoki qayta ko'rik muddati hali kelmagan bo'lsa, yashash manzilingiz rasmiy bo'lsa, kartangiz va hisobingiz faol bo'lsa, vahimaga tushmang. Hamma pensionerlarning pensiyasi to'xtatilarkan degan gaplarga ishonmang. Lekin xushyor bo'ling.
Chunki har qanday tizimda tekshiruv va aniqlashtirish bo'lishi mumkin. Endi eng ko'p adashtiradigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat: pensiya to'xtatilishi bilan pensiya huquqi bekor bo'lishi bir xil narsa emas. Vaqtincha to'xtatish degani to'lov muzlatildi, sabab aniqlanadi degani. Bekor qilish yoki tugatish esa huquqiy asos butunlay yo'qolgan holatlarda bo'ladi. Masalan, shaxs vafot etgan bo'lsa yoki nogironlik maqomi tasdiqlanmasa, boshqa masala. Ammo hujjat kechikkan, manzil aniqlanmagan. Shaxs tasdiqlanmagan holatda ko'pincha masala qayta tiklanishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat: menga hech kim aytmadi degan gap har doim yordam bermaydi. Ha, idoralar xabar berishi kerak. Lekin fuqaro ham o'z huquqiga befarq bo'lmasligi kerak. Ayniqsa nogironlik qayta ko'rigi, pasport yangilanishi, manzil o'zgarishi, bank kartasi muddati tugashi kabi masalalarda odamning o'zi ham mas'ul. Uchinchi nozik jihat: bank kartasi muddati tugash pensiyaning to'xtatilganini anglatmasligi mumkin. Ba'zan pul pensiya jamg'armasi tomonidan chiqarilgan bo'ladi. Lekin karta muddati tugagani, karta bloklangani yoki bankdagi texnik muammo sabab odam pulni ola olmaydi. Bunday vaziyatda darhol pensiyamni kesishdi deb xulosa chiqarmang. Avval bankdan hisobingizga mablag' tushgan-tushmaganini tekshiring. Agar mablag' tushgan bo'lsa, muammo bank kartasida. Agar mablag' umuman o'tkazilmagan bo'lsa, pensiya organiga murojaat qilasiz. To'rtinchi nozik jihat: ishonchno masalasi. Ko'p oilalarda pensionerning kartasi farzandida turadi. Men buni xavfli amaliyot deb hisoblayman. Agar pensioner o'zi rozilik bergan bo'lsa ham, kelajakda nizo chiqishi mumkin. Boshqa farzandlar pulni kim oldi deb so'rashi mumkin. Davlat organi pensioner shaxsan oldimi deb tekshirishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l: agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa, chet elda bo'lsa yoki boshqa odam orqali pul olish kerak bo'lsa, notarial ishonchnoma rasmiylashtirilsin. Ishonchnomada pensiyani olish. Bank hisobini yuritish, ariza berish kabi vakolatlar aniq yozilishi kerak. 5-nozik jihat: ortiqcha to'langan pensiya qaytarilishi mumkin. Masalan, hujjatdagi xato sabab odamga 1 million o'rniga 1 million 400 ming so'm to'langan bo'lsa, keyin tekshiruvda ortiqcha 400 ming so'm aniqlansa, bu mablag'ni qaytarish talab qilinishi mumkin. Yoki vafotdan keyin tushgan pul olingan bo'lsa ham shunday. Shuning uchun pensiya miqdori birdaniga oshib ketsa yoki tushunarsiz summa tushsa, Xudo berdi demang, sababini aniqlang. 6-nozik jihat: pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Ayrim pensionerlar ish staji bo'yicha qo'shimcha hujjat topadi. Arxivdan ma'lumot olib keladi, ish haqi bo'yicha tasdiq topadi. Bunday holatda pensiya oshishi mumkin. Lekin aksincha, eski hisobda xato topilsa, pensiya kamayishi ham mumkin. Shu sababli har qanday qayta hisoblashda hujjatlar puxta tekshiriladi. 7-nozik jihat: ijtimoiy nafaqa, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi bir xil tartib emas. Odamlar hammasini pensiya deb ataydi. Aslida ularning shartlari turlicha. Masalan, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzandning yoshi, o'qishi, mehnatga layoqati muhim. Nogironlikda tibbiy xulosa muhim. Yoshga doir pensiyada yosh va ish staji muhim. Shuning uchun qo'shningizda bo'lgan holat sizga ham aynan qo'llanadi deb o'ylamang. Endi eng kerakli qism: agar pensiyangiz to'xtagan bo'lsa yoki to'xtab qolishidan xavotirda bo'lsangiz, qadam-qadam nima qilasiz? Birinchi qadam: vahima qilmang, sababni aniqlang. Eng avval bank kartangizni tekshiring. Mobil ilova bo'lsa, hisobga pul tushganmi yo'qmi qarang. Mobil ilova bo'lmasa, bankka boring yoki bankning aloqa markaziga murojaat qiling. Bankdan aniq so'rang: oxirgi oyda pensiya mablag'i hisobimga kelganmi? Agar kelgan bo'lsa, nega yecha olmayapman? Karta bloklanganmi? Muddati tugaganmi? Hisobda cheklov bormi? Ikkinchi qadam: agar bank mablag' kelmagan desa, pensiya masalalari bilan shug'ullanuvchi hududiy bo'limga murojaat qiling. O'zingiz yashaydigan tuman yoki shahar bo'yicha mas'ul organga boring. Yoningizda albatta ID karta yoki pasport, bank karta rekvizitlari, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u telefon raqamingiz, yashash manzilingiz bo'yicha ma'lumot bo'lsin. Agar nogironlik bo'yicha bo'lsa, tibbiy xulosalar, TIEK hujjatlari, qayta ko'rik sanasi bilan bog'liq qog'ozlarni oling. 3-qadam: og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada sodda qilib yozing. Menga tayinlangan pensiya to'lovi falon oydan boshlab kelmayapti. To'lov to'xtatilgan bo'lsa, sababini yozma ravishda ma'lum qilishingizni va qonuniy asos bo'lsa qayta tiklab berishingizni so'rayman. Arizangizni 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini topshiring. Ikkinchi nusxasiga qabul qilingan sana
kirim raqami yoki mas'ul xodim imzosini oldiring. Bu juda muhim. Chunki keyin murojaat qilganman deb isbotlay olasiz. 4-qadam. Agar sabab hujjat yetishmasligi bo'lsa, ro'yxatni yozdirib oling. Ba'zan xodim mana buni olib keling, yana buni olib keling deb og'zaki aytadi. Siz esa uyga borib yarmini unutishingiz mumkin. Shuning uchun aniq so'rang. Qaysi hujjat kerak, qayerdan olinadi? Asl nusxami yoki ko'chirma? Notarial tasdiq kerakmi? Qancha muddatda topshirishim kerak? Hujjat ro'yxatini qog'ozga yozib oling. 5-qadam, agar pensionerning o'zi bora olmasa, qonuniy vakillikni rasmiylashtiring. Agar ota-onangiz yura olmasa, kasal bo'lsa, yotoqda bo'lsa, siz farzand sifatida men o'g'liman deb hamma ishni avtomatik qila olmaysiz. Sizga ishonchnoma yoki qonuniy vakillik hujjati kerak bo'lishi mumkin. Notarius orqali ishonchnoma rasmiylashtirish zarur bo'lsa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatlarini o'rganing. Ayrim hollarda vasiylik yoki homiylik masalasi ham chiqishi mumkin. 6-qadam, nogironlik bo'yicha bo'lsa, qayta ko'rik muddatini nazorat qiling. Men tavsiya qilaman. Hujjatda qayta ko'rik sanasi yozilgan bo'lsa, telefoningizda kamida 2 oy oldin eslatma qo'ying. Masalan, muddat 20 sentabrda tugasa, iyul oyidayoq shifokorga boring, tibbiy kartani tayyorlang, tekshiruvlardan o'ting. Chunki hammasi bir kunda bitmaydi. Tahlil, shifokor xulosasi. Yo'llanma, komissiya navbati vaqt oladi. 7-qadam, chet elga chiqayotgan bo'lsangiz, oldindan tartibni bilib oling. Pensioner uzoq muddatga ketmoqchi bo'lsa, mas'ul organlardan so'rab aniqlasin. Mening pensiyam qanday tartibda davom etadi? Ishonchnoma kerakmi? Tiriklikni tasdiqlash talab qilinadimi? Bank kartamdan foydalanish tartibi qanday? Notarial ishonchnomani to'g'ri rasmiylashtiring. Chet eldan yuboriladigan hujjatlar bo'lsa, konsullik tasdig'i yoki apostil kabi talablar bo'lishi mumkinligini oldindan biling. 8-qadam. Vafot holatida to'g'ri yo'l tuting. Agar yaqin inson vafot etsa, uning bank kartasidagi pensiya mablag'lariga ehtiyot bo'ling. Vafot sanasidan keyin tushgan pullarni yechib ishlatmang. Dafn puli yoki boshqa yordamlar bo'yicha alohida tartibni so'rang. Meros masalalarini ham qonuniy hal qiling. Keyin ortiqcha to'lov bo'yicha qarzdorlik chiqib, oila a'zolari qiynalib yurmasin. 9-qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartadagi ism, familiya, tug'ilgan sana, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, arxiv ma'lumotlari bir-biriga mosmi. Agar farq bo'lsa, uni oldindan tuzating. Ayniqsa pensiyaga chiqish arafasidagi odamlarga bu juda muhim. Bir harf xatosi arxiv ishini ham, staj tasdig'ini ham, pensiya tayinlashni ham cho'zib yuborishi mumkin. 10-qadam, javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga va murojaat platformalariga yozing. Agar sizga pensiya asossiz to'xtatilgandek ko'rinsa, faqat xafa bo'lib uyda o'tirmang. Yozma javob oling. Javobda qaysi asos bilan to'xtatilgan ko'rsatilishi kerak. Shundan keyin yuqori tashkilotga, ishonch telefonlariga, rasmiy murojaat portallari orqali shikoyat qiling. Zarur bo'lsa, huquqshunosdan maslahat oling. Har bir hujjatning nusxasini saqlang. Ariza, javob, bank ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, ishonchnoma, ro'yxatga olish hujjati. Men yana bir amaliy misol keltiraman. Deylik. 68 yoshli pensionerning pensiyasi 1.700.000 so'm. Fevral oyida tushdi. Martda tushmadi. U birinchi kuni mahallaga bordi. Mahalla biz bilmaymiz dedi. U bankka bordi. Bank mablag' kelmagan dedi. Keyin pensiya bo'limiga ariza berdi. Ma'lum bo'ldiki, uning pasporti ID kartaga almashtirilgan, lekin bank rekvizitlarida eski ma'lumot qolgan, tizimda aniqlashtirish talab qilingan. U ID karta nusxasi, bank hisob rekviziti va ariza topshirdi. Keyingi oy to'lov qayta tiklandi. O'tgan oy uchun ham mablag' tushdi. Agar u og'zaki yuraversa, masala yana cho'zilardi. Yana bir misol. 61 yoshli ayol boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olgan farzandi uchun murojaat qiladi. Farzand 10 yoshga to'lgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qishni davom ettiryapti. Agar o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Keyin ma'lumotnoma olib borilsa, tartib bo'yicha qayta ko'rib chiqiladi. Bu yerda ham asosiy masala muddat va hujjat. Yana bir holat, pensioner opa kartasini nabirasiga berib qo'ygan. Nabira har oy pulni yechgan. Keyin oilada nizo chiqqan, opa men pulni ko'rmadim degan. Bank operatsiyasida pul yechilgan, lekin kim ishlatgani bahsli. Bunday vaziyatda davlat organi emas, oilaning o'zi muammoga kirib qoladi. Shuning uchun karta, PIN kod, SMS kodlarni hech kimga beparvo bermang. Agar yordam kerak bo'lsa, qonuniy ishonchnoma qiling. Demak, hurmatli tomoshabinlar, pensiya masalasidagi shov-shuvga hissiyot bilan emas, huquqiy va amaliy yondashish kerak.
Pensiya ommaviy ravishda hammanikini to'xtatishdi degan gaplarga ishonmang. Lekin pensiya to'xtashi mumkin bo'lgan real sabablar bor. Uzoq vaqt olinmagan to'lov, manzil o'zgarishi, chet elga ketish, nogironlik qayta ko'rigi, hujjatdagi xatolar, bank muammolari, vafot holati yoki ortiqcha to'lovlar. Eng muhimi sababni aniqlash, yozma ariza berish, hujjatlarni tartibga keltirish va muddatlarni o'tkazib yubormaslik. Agar sizda yoki yaqinlaringizda pensiya to'xtagan bo'lsa, bugunoq bankdan boshlang. Keyin hududiy pensiya organiga yozma murojaat qiling. Og'zaki gaplarga tayanmang. Har bir murojaatni hujjat bilan tasdiqlang. Shunda o'z haqingizni himoya qilish ancha oson bo'ladi. Sizning hududingizda pensiya kechikishi yoki to'xtatilishi bo'yicha holatlar bo'ldimi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa ota-onalarimiz, bobo-buvilarimiz va ularga yordam berayotgan farzandlar uchun juda muhim.